Buni shirinligini ko'ryapsizmi? Kimda uyida mana shunaqa quyonlar bor? Quyonga qiziqadiganlar ko'p bo'lsa kerak menimcha kanalimizda. Bugun biz sizlarga o'rtoqlar quyon haqida emas, aksincha ko'rib turgan bo'lsangiz, gibki kamin fasad haqida videorolik tayyorlamoqchimiz. Bu esa qochib ketmasdan turib iniga solib qo'yamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda uy egasi ham quyonga juda qiziqar ekan. Quyonda har xil turlardan bor bu yerda. Bugun biz sizlarga Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida bitgan xonadon shunaqa chiroyli holatda bitganini ko'rsatamiz. Bu uyimizda bitish oldi, ya'ni qurilishdan oldingi holatini ham videoda qo'yib boraman. Agarda sizda mana shu xonadonlaringizni fasadiga nima qildirishni o'ylab turgan bo'lsangiz, balkim bu fasad sizga yoqib qolar. Hozir esa buni necha puldan bitgan, narxlari, ma'lumotlari hammasi haqida To'lqin akamiz o'zi ma'lumot beradi. Bu xonadon sokullari bilan bo'lgan, juda chiroyli oq rangda, tagi qora, buni mramorga o'xshatib qizil sokil qilishgan. Uy podvalda bo'lgani uchun fundamentlari balandroq. Polni ko'rishingiz mumkin, ya'ni hovlini burchatka qilishgan. Mana bu devor, burchatka, tunikafon uchalasi bir-biriga kollaboratsiya kirib uyda videoni shunchalik ochgan, o'zingiz ko'rib baho berasiz. Undan oldin esa bir dona laykni bosib, bizni kuzatib boshlaysiz, biz esa sizlarga ma'lumotni beramiz. Ketdik bo'lmasa. Xonadonimiz o'rtoqlar 4 tomon, ya'ni krugovoy 190 kvadrat sokillar bilan bo'lgan. Sokillarni ko'rayotgan bo'lsangiz, Versace qilib, tepalarini kafeldan kam chiroyi yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, bu xonadonda oldi tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli, proyekti vobshe zo'r bo'lgan. Faqatgina uy rekonstruksiya bo'lgandan keyin mana shunday holatda chiroyli bitdi. Endi ma'lum miqdorda summa ketgan. Endi aniq qancha ketgan tunikafon devori, burchatkasiga uni bilmaymiz. Xonadon egasi yo'q ekan. Bizga gibki kamin haqida esa mana To'lqin akamiz o'zlari ma'lumot beradilar. Sizlarga necha puldan bitishini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Umid Rashidov kanali obunachilari hamda bizni doim kuzatib boruvchilar. Mana bugun Umidjon bilan Sho'rchi tumaniga keldik. Bu yerda ham bir uyimiz bitgan. Bu uyimiz bitganiga bir 10 kundan oshib qoldi. Bu uyimizni ham shu har doimgidek trendda oq qora fasonda ishladik. Talablarga binoan sokullarini esa mana shu qizil granitda qilib berdik. Versachlari bilan. O'sha uyimiz 190 kvadratlik uy bo'lgan. Juda chiroyli. Narxlariga kelsak, 90 ming so'mdan qilib berganmiz. Kvadrat kattaroq bo'lgani uchun. Fasonimiz har doimgi trenddagi shu oq qora fason qilingan. To'lqin aka, menga tashalgan videolar ham bor, ekranga ham chiqarib bordik. Oldingi holati paxsa bo'lgan devor. Bu uyimiz devori paxsa bo'lgan, keyin shkatorka, eski shkatorkada oqlanganida shkatorkani tushirib tashlab, noldan shkatorka qilib berdi uy egalari. Shkatorkani ustidan qilib berdik buni. Eski holatining rasmlari ham bor. Nima qilsa efirga nimaga qo'yib borishimiz mumkin. Mana. Tog'lar uyni ko'rishingiz mumkin. Qayerda hozir zakazlar ketyapti? Hozir boysinda ketyapti uylarimizda ish. Keyin Qumqo'rg'onda, keyin Qiziriqda ketyapti. Hozir bundan keyingi uyimizda shu Qiziriqda ketayotgan uyimiz sal boshqacharoq fason ishlaganmiz. Bu uyimiz buni davomiga ulab ketsa yaxshi bo'lardi. Chunki u yerda ish jarayonlari ham ketyapti hozir. Bu uyimiz bitgan-ku bu. Bu uyimiz sokillari 1.15 balandlikda edi. Granit qildik, Versace berdik. Bir-biriga to'g'rilab qilib berdik sokillari bilan. Zo'r bo'pti. Qarang, mana aytdim, uy podval ham bor, shuning uchun fundament balandroq. Mana orqa tomonlarini ham ko'rsataman, krugovoy bo'lgan xonadon. Mana orqa fasadlari juda chiroyli chiqqan. Uyda masalan eshik deraza ochadi. Mana 4 ta deraza qo'yilgan. O'shaning hisobidan xonadon juda chiroyli chiqqan. Derazalarning fasonini ham qarang. Pramoy ham qilsa bo'ladi. Mana unaqa har xil shakllar bersa ham bo'ladi. Yana ham o'zingizda qanaqadir takliflar bo'lsa, ularni ham inobatga olsa bo'ladi. Men sizlarga aytgandek, mana qarang, uy egasi quyonga juda ishqiboz ekan. Har xil zotlardan bor bu yerda mana. Qorachalari bor, ola, hammasidan bor ekan. Menimcha video boshida aytgandek, quyonga qiziqadigan odam ko'p bo'lsa kerak. Kommentariyada yozib qoldirasizlar, kimning uyida mana shunaqa quyon boqadi. O'rtoqlar. To'lqin aka, bo'lmasa Qiziriq ketamizmi? Yo, bu yoqda beriladigan ma'lumot bormi? Ha, Qiziriqda beramiz. Ish jarayonida. Uyimiz ham ish jarayonidan ham boshqacha fason bo'lgan. Seriya ranglarda ishlaganmiz uyimizda.
zo'r, gap yo'q. Sifat darajasi har doim aytib o'tganday, bizda sifat o'zgacha. Anim nima qilsa, Umidjon bir yaqinroq kelsangiz, Luboy joyiga, misol bu oq-ku. Ha. Oqda tagi qop-qora fon berilganda. Mana shu qora fon oq aboyning yuziga chiqmagan. Sal uzoqroqdan, yaqinroqdan ko'rsatib o'tsangiz, haqiqatan qanday originalligi o'zi oq aboyimiz aytib turadi. Endi ayrim joylarda biz ham ko'ryapmiz, oq qilgan bo'lsa, tagidagi fon yuziga chiqib, seri rang aylanib turadi, haqiqiy oqligi ko'rinmaydi. Va bunda hech qanaqa tag darajasi ko'rinmaydi. U tepasiga chiqishi mana bu mramor tosh yuqqanligidanmi? Sifatdan farq beradi endi. Aboylari sifati. Originalligi mana shundan bilsa bo'ladi. Zo'r gap. Sifati yaxshi. Mana bunday misol olib kelib, mana yorug' tomondan shunday ko'rsatsangiz, hech qanaqa bironta defektni oq aboylarimiz yo'q-da, hammasi oppoq bo'lib turibdi. Tagi qora bo'lishiga qaramay, baribir shu oqligini yo'qotgan yo'q-da. Bu shu texnologiya rossiyskiy sifat darajasi yaxshiligidan dalolat beradi. Bunga 100% garantiya bera olamiz. Bo'ldi, o'rtoqlar. Kimga mana shunaqa fasllar kerak bo'lsa, xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Xohlasangiz mana shu joyda to'xtatib, bitta qo'ng'iroq qilib, yana ham to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz esa Qiziriq tumaniga ketdik. Voy, mana bu aboyga qarang, qanday chiroyli chiqqan. Noodatiy, yangi. Bo'ldi, qoch endi. Qiziriq tumani Yangikent mahallasidagi bitgan xonadonga bitayotgan desak ham to'g'riroq bo'ladi. Bugun ustalar tugatsa, xudo xolasi buyog'i bayram bo'ladi. Ichkariga kirib kelamiz. Xonadon ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli fasonda ishlangan. Bu yoqlari hali atkoslari bitmagan, keyinchalik atkos bo'ladi, bu veranda bo'ladi. Shuning uchun bu yoq hozircha shunday holatda yopishtirilgan. To'lqin akamiz o'zi necha kvadrat, nima uchun bunaqa fason tanlangan aytib o'tib ketadi. Mana bu uyimiz Qiziriq tumani Yangikent mahallasida hozir ish jarayoni ketyapti. Oxirgi ishlar qolgan, 1-2 kvadrat joyi qoldi. Ustalarimiz ishlab turibdi. Bu uyimiz temno seriy. Yaqinroq olib kelsangiz, mana temno seriy rangni ichiga mana shunaqa neobishniy projilkalar qo'yganmiz. Oq qora aralashtirib, mana bu yerlarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Sariqlar. Bu fasonimiz ham juda trend fason bo'lib chiqdi. Uyimiz 125 kvadratdan iborat, 90 ming so'mdan qilyapmiz bu uyni. Bu o'zimizning mahallamizdagi uy. Narg'yoni oldi, bu yonlari ko'rinishi temno seriy, ichkari mana bu yopiladi deganligi uchun ichkarini ochiqroq seriy qilib berdik. Shu bu yorug'roq bo'lish uchun bu ochiqroq seriy, oq seriy, sariq, qora aralashgan neobishniy projilkalar berilgan. Mana eshik derazalarga qora. Eshik derazalar ichkari pryamoy qilindi. Tashqari ko'rinishdagilariga ozgina burchagini fason berib chiqarib qo'ydik. Bitta ikkita derazamiz bilan shu ichkari qoldi. Bu uyimiz xudo xolasa bugun bitadi, yakun bo'ladi nasib bo'lsa. Hali laklanmadi. Bu fasonimiz juda chiroyli chiqdi, ko'rayotgan bo'lsa, endi videoda menimcha ko'rinib turibdi. Juda chiroyli fason chiqdi. Buni hamjihatlikda tanladik uyda egalari bilan. Bu projilkalarni buni juda mukammal ishladik. Juda mehr bilan bu narsa qaytarilmas narsa bo'lib chiqqan. O'rtoqlar, bu narsa ma'lumot o'rnida aytaman, hech qanaqa printer yoki boshqa narsa emas, bu hammasi qo'l mehnatida bo'ladi. Mramor toshlardan ishlangan projilkalar. Bu mana bu printerga urib, natijli patologga o'xshab shundoq rasm qilib chiqarib bermaydi. Buni hammasi qo'lda ishlanadi, tayyorlanadi, keyin mana shu holatda chiqarib beriladi. Buni mashaqqati ham o'ziga yarasha bor. Shunaqa. Keyin yopishtiradigan ustalarimiz bu yog'ini qo'l mehnatida yana yopishtirib chiroyli qilishadi. Ustalarning mahoratiga ham ko'p narsa bog'liq, Umidjon. Bir xil ustalar bor, ozgina parod qo'yadi. Bir xil ustalar shunaqa yaxshi mehnat qilgan ustalar ishi ham chiroyli chiqadi. Kimga mana shunaqa gip kamerlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Surxondaryo bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi va xonadoningizga borib hech narsa siz xarajat qilmasdan ustalarga shunchaki pulini to'lab va shu ishlarni qildirishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa viloyatdan bo'lsa ham bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Kattaroq kvadratlarga boshqa viloyat va qo'shni davlat Tojikistonga ham borib qilib berish imkoniyatlari mavjud. Telefon qilasizlar, Telegram, WhatsApp bor. Qisqa videolar esa Instagramda chiqib boradi, eng qiziqarlilari kuzatib borasizlar va o'zlarini Surxonstroy YouTube, Instagram kanallari bor. Unga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa bitgan xonadonlarda har xil fasonlari va dizaynlari bor. Bemalol o'ziga kerak bo'lgan fasonlarni tanlaysiz. Undan tashqari yana bitta yo'li bor. Agarda siz mana shunday gipkami mahsulotini internetdan ko'rsangiz ham qaysi fason bo'lsa qat'iy nazar
o'zlari chiqarib berishadi. Rahmat e'tibor uchun, charchamanglar, ustalarning mahoratiga bitta like bosib qo'yasizlar.